Hurmatli do'stlar, ozishni xohlagan insonlar, bugun o'quv mashg'ulotlarini davom ettiramiz. Bugun aynan eng qiziqarli mavzu, ya'ni defitsit kaloriya. Kaloriya kamomadi. Endi ozgina qo'polroq ishladi, kamomadi. Shuning uchun defitsit deya qolaylik. Juda ham ko'p dietalarni amalda sinab ko'rgansiz, foydasi bo'lmagan. 2-3 kun chidaysiz, keyin qaytadan hammasi o'z yo'liga qarab ketib qoladi. Nima uchun? Chunki siz eng asosiy maqsadni, sababni, negizini tushunmaysiz. Endi oddiy dehqoncha qilib tushuntiradigan bo'lsak, kamroq ovqat yeng. Endi bu qani kim kam ovqat yeydi? Ishdan charchab kelgandan keyin o'zingizni to'xtata olmaysiz. Lekin hamma ovqat yeb, hattoki tort yeb, shirinliklar yeb, osh, qazi, 5 barmoq yeb, gazirovkalar ichib ham ozsa bo'ladi. Albatta bu endi sifatli ozishga kirmaydi. Lekin sizda agar maqsad bo'lsa ozish, xohlagan ovqatlaringizni iste'mol qilib ham ozsa bo'ladi. Bu uchun esa bizga defitsit kaloriya kerak. Nima qilamiz? Birinchi navbatda tushunamiz. Bizlarga oqsil kerak, yog' kerak, uglevod kerak. Nima uchun kerak? Energiya uchun kerak. Yashashimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak, o'qishimiz kerak, ishlashimiz kerak. Hattoki uxlab yotsak ham bizlarga energiya sarf bo'ladi o'rtoqlar.